vitr namozidan keyin zikr bor. Bu ham mahjur sunnatlardan. Bizda xufton namozini o'qiganingizdan keyin sunnatdan keyin 3 rakat vitr o'qiysiz. Shu 3 rakat vitr o'qiganingizdan keyin salom berganingizdan keyin ushbu zikr bor. Shuni aytsangiz bir sunnat amallardan birini qilgan bo'lasiz. U esa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Robbuna va Robbul malaikati va ruh. Uchinchisini baland ovoz bilan aytasiz. Va yana bir sunnat bor, vitr namozida, u ham qaysi suralarni zam qilib o'qishlik. Hadisda kelgan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vitrni birinchi rakatiga Sabbih ismi robbikal a'lani o'qar edilar, ikkinchisiga esa Qul ya ayyuhal kafirun surasini, uchinchisiga esa Qul huvallohu ahad. Har kuni demay vitrni o'qiganda ushbu sunnatni qo'shsangiz bir sunnat amalini qilgan bo'lasiz. Agar bu suralarni yoddan bilmaydigan bo'lsangiz, boshqa suralarni o'qisangiz zarari yo'q. Alloh muvaffaq qilsin.